Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 13-may 2025-yil. Biza Toshkent viloyatidamiz, Olmazor tumanida. Xo'sh, sonamizga Syngenta kompaniyasining Headway bodring duragaylari ekilgan. Bugungi kundagi holati, hosildorliklari 3000 taga yaqin bodring ekilgan. Har kuni o'rtacha hisobda 600 kilo atrofida bodring teryapmiz deyapti. Bugun namazlar bodringlarni bozorga olib chiqib ketishgan ekan. Terimdan keyin holat mana mevalarni, kattaliklarini ko'radigan bo'lsak, hozir bu yerda terimni o'tganligi uchun kichikroq. Endi hosildorligini ko'radigan bo'lsak, bitta bo'g'imida o'rtacha 4 ta, 5 ta meva hosil tugyapti. Bachkalari ham kalti bo'ladi. Tepalardan bachkisidan ham hosil beraveradi bemalol. Hosildorligi juda ham yuqori. Mana misol 5 ta don bo'lsa, 4 tasini o'zi yetkazyapti. Mana mevalari ko'rinishi. Ularni ko'radigan bo'lsak, hammasi bir xil. Juda ham yuqori hosildorlikka ega. Sizlarga ham shu gibridlarni ekishdan tavsiya berib qolamiz.